Ketishimiz shu bo'lsa, yaqin kelajakda ko'z yoshlarimizni ham yig'ib, uyimizdagi gulni sug'orsak kerak. Gap shundaki, O'zbekiston bog'larini ichimlik suvi bilan sug'orish rasman taqiqlandi. Bu tartib avval ham bor edi, ammo endi uning javobgarligi mustahkamlanyapti. Bu qoida buzilgan taqdirda 1 million so'mgacha jarima belgilangani ma'lum qilindi. Umid Pirboyev lavhasida batafsil. Bu tasvirlar orqali keyingi 30 yil ichida mamlakatimizning suv tanqisligi bo'yicha holatini ko'rsa bo'ladi. Haqiqat shu, suvni tejamasak, u ham bizni qattiq jazolaydi. Balki 1 litr suvni $100 ga ham oladigan kunlar kelar. Agar suv tejab ishlatilmas ekan, mana shunday suvsiz fontanlarni siz respublikamizning turli burchaklarida uchratishingiz mumkin. Bugungi kunda bog'larni ichimlik suvi bilan sug'orishning o'zi noto'g'ri, ammo aynan bog'lar uchun mo'ljallangan texnik suvlarni yig'ish infratuzilmasi O'zbekistonda deyarli rivojlanmagan. Bo'lsa ham ular asosan fontanlar yoki kichik maysazorlarni sug'orish uchun ishlatiladi. Bog'larni sug'orish bilan bog'liq qoida buzilgan taqdirda fuqarolar uchun jarima naqd, ammo uyingizda muqobil sug'orish tizimi bo'lmaganda ruxsat olib jadvalga muvofiqsiz uyingizdagi kichik bog'ni tun yarmidan ertalab soat 5:00 gacha jarimalarsiz sug'orishingiz mumkin. Aynan bu tartib qaror bilan mixlab ham qo'yilgan. Tunda sug'orishning bir sababi esa kechki paytda aholi suvdan kamroq foydalanadi. Suv bosimiga ta'sir o'tkazilmaydi. Mutaxassislarimiz suvni bug'lanib ketish holatini ham, parlanib ketish holatini ham inobatga olishgan aslida. Kunduz kuni sug'orilganida yer quruq bo'ladi. Yer quruq bo'lganidan keyin suv bug'lanib ketadi, parlanib ketadi osmonga. Demak, o'sha o'simlik va daraxt ildizigacha yetib bormaydi. Toshkent shahrining o'zida ayrim paytlarda suv sarfi aholi jonboshga sutkasiga 400 litrgacha bo'lmoqda. Bu ko'rsatkich Berlinda 124 litr, Moskvada 249 litr, Xitoy shaharlarida esa aholi jonboshga o'rtacha suv iste'moli 204 litrni tashkil qiladi. Mamlakatimiz o'zi suvning 70% dan ortig'ini chetdan olayotgan bir davrda suv sarfining o'zi juda yuqori. Jahonda esa qor ham bir boylik. Rivojlangan Yevropa mamlakatlarini kuzatadigan bo'lsak, o'sha daraxtlarni, o'simliklarni sug'orish uchun qish va kuz mavsumida yomg'ir va qor suvlarini to'plashadi maxsus sisternalarda va bahor oyida, yoz oyida o'sha maxsus to'plangan yomg'ir va qor suvlari orqali o'simlik va daraxtlarni sug'orishga harakat qilishadi. Siz uyimda elektron nasoslar bor, yer ostidan tortib olib suvdan ishlatishim mumkin deb aytishingiz ham mumkin, ammo bunda ham ma'lum cheklovlar va talablar bor. Chunki yildan yilga suvdan tartibsiz foydalanish oqibatida yer tagidagi suvlar ham kamayib bormoqda. Jismoniy shaxslar bir kunga 5 metr kubgacha, ya'ni 5 tonnagacha yer suv oldiringanda va chuqurligi 5 metrgacha hududdan foydalanganda ruxsatnomasiz va boshqa tegishli hujjatlarsiz foydalanish mumkin. Ya'ni bunda aholiga yengilliklar yaratib berilgan. Ikkinchi yana bitta holati, yer ostidan foydalanganda albatta hozirgi kunda suv hisoblash vositalarini o'rnatish majburiy hisoblanadi. Suv hisoblash vositalarisiz yer ostidan foydalanish taqiqlanadi. Xorij tajribasiga qaraydigan bo'lsak, Avstraliyada bog'larni sug'orish tartibi mamlakatimiz bilan bir xil. Ammo Ispaniyaning Kataloniyasida bog'lar asosan yomg'ir va qor suvlarini yig'ib sug'oriladi. Qurg'oqchilik paytida aholi suvni maksimal darajada tejashga harakat qiladi. Yomg'ir suvini yig'ish tizimlaridan foydalanadi. 2024-yilning o'zida mamlakatimizda ekin-tekinlarni sug'orish uchun zamonaviy texnologiyalar va yerlarni tekislashda lazerlardan foydalanish natijasida 8 milliard metr kub suv iqtisod qilingan va mana shu miqdor bilan O'zbekiston aholisini 4 yil davomida ichimlik suv bilan ta'minlasa bo'ladi. Afsuski bunday ishlar endi qilinyapti. Bir necha yillar davomida qancha suv havoga parlanib ketgan.